Sensiz yashash bo'lmaydan so'ng yuragim sezdi bugun xiyonatingni ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni inson nimaga sevar va nimalarga erishar vaholanki va'dalar berayotgan lablar aldar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sezdi bugun xiyonatingni ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni yonaman bugun ketding menda so'nggi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydan so'ng yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni ot tong minglab azoblar chekib o'tdun badani butun lek yuragida qon so'ngra esi berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa allo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmidi tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim farq shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim Biki.com yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni 一首最动感的音乐来自程立的语音录制 ，QQ 号码1786869181，感谢你的收听，么。